Hamma eslasa kerak, birinchi ishlab topgan pulimiz bizga qanchalik quvonch keltirgan. O'zim ham esimda, birinchi biznesdan topgan pullarim va oyliklarim olganimda mendan baxtiyor odam yo'q edi. O'shanda o'ylardim, agar oyiga 10 million so'm pul topsam, hamma narsaga yetib bemalol yashayman deb. Vaqtlar o'tdi, 10 million so'm oylik daromad juda oddiy holga aylandi o'zim uchun. Lekin haligacha o'sha paytda ham hozir ham yetarli emas deb tuyulardi. Xo'sh, bu nima o'zi? Bu shunchaki noshukrlikmi yoki pulni noto'g'ri boshqarishdami yoki balkim rostdan ham o'sha paytda pul yetmasdan aslida ko'proq topishim kerak bo'lgandir, yetishmovchilikdan bo'lgandir. O'sha vaqtlarda o'zi qaysi diapazonda orzu qilish kerak inson? Xohishlar chegarasi qayerda tugaydi-yu, men qancha pulni qanday topa olaman deb biroz ikkilanardim. Javob oddiy. Aslida men pulni miqdorida emas, men pulga qanday yondashayotganimda edi. Demak, pulni ko'paytirishdan oldin uni boshqarishni o'rganish kerak degan xulosa bo'lgan. Agar siz pulni boshqarmasangiz, u sizni boshqaradi. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan shaxsiy tajribam, aniq prinsiplar va aniq instrumentlar asosida moliyaviy bosimdan qutulish yo'lini ko'rib chiqamiz. E'tibor bering so'zga. Moliyaviy bosimdan qutulishni o'rganamiz. Pulni ko'paytirishni emas. Chunki stresssiz pulni boshqarish, hamma narsaga yetkazish va astalik bilan uni yig'ish eng muhimidir. Avvalambor bir narsani unutmang. Har bir inson onasini 120 kunligidayoq uni bu dunyoda qancha rizqi bor ekanligini aniq bo'ladi. Sizga kelish kerak bo'lgan rizq sizga kelmasdan qo'ymaydi. Shuning uchun biz qanday qilib rizqni ko'paytirishni emas, kelayotgan rizqni barakali qilishni o'rganamiz. Bu videoning mohiyati asosan shunaqa. Pul psixologiyasi bestseller kitobining muallifi Morgan Housel ham aytadi, pul bilan bo'lgan muvaffaqiyat bu aql idrok emas, sabr, intizom va o'zini tutishdir. Moliya savodxonligi bo'yicha kurs sotgan paytimizda, ya'ni marketingda ishlagan paytimda shu produktni bitta mijoz kelib ajoyib gap gapirgandi. Menga ko'proq pul topishni o'rgatinglar, qanday boshqarishni o'rgatishlar shart emas. Menda pul bo'lsa, o'zim bilaman qanaqa boshqarishni deb aytgandi. Lekin bitta qiziq gap bor. Ko'p pul topib, uni boshqarishni o'rganmaysiz. Avval boshqarishni o'rganasiz, keyin ko'p pul topa olasiz. Shuning uchun ham birdaniga pul kelib qolgan odamlar pullarini tez yo'qotishgan doim tarixda, sekin-sekin boy bo'lganlar esa asrab qolishgan. Chunki ular boshqarishni bilgani uchun astalik bilan ko'paytira olgan. Bitta xuddi shunaqa yana paradoks fikri bor ko'pchilikda. Pulim bo'lsa, boy bo'lsam, ehsonlar qilaman, yaxshiliklar qilaman. Aslida esa avval ehson qilasiz, yaxshiliklar qilasiz, keyin boy bo'lasiz. Bu narsa ham Morgan Housel'da o'zining kitobida ijtimoiy psixologiya sifatida ta'kidlab o'tgan. Bizning dinimizda esa bu narsa hadis sifatida, rivoyatlar sifatida kelgan. Kelinlar endi shaxsiy tajribamdan o'tgan moliyaviy bosimdan qutulishni 3 ta bosqichini ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu nazorat. Agar siz daromadingizni o'lchamasangiz, uni boshqara ham olmaysiz. Men moliya hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun xarajatlar va daromadlar degan ikkita narsani boshqaraman. Birinchisi xarajatlar uchun, bu kundalik xarajatlar. Bunda telefonga Moneyflow dasturini ishlataman. Nima uchun bu programma? Istalgan programma ishlatishingiz mumkin. Internetda juda ham programmalarning turlari o'ta ko'p. Lekin menga shu qulay bo'lgan va mana shuni ishlatishingizga majbursiz ham demayman. Sizga qaysi qulay bo'lsa, o'shani ishlating. Kimnidir tavsiyasiga qarab, o'shanga moslashishga o'zingizni majburlamang. Moneyflowda men nima qilganman? Kunlik xarajatlarni yozib yuraman. Misol uchun, ovqatlanish, transport, yeb-ichish, uyga qanaqadir bozorlik xarajatlar, kommunal to'lovlar, shunga o'xshash xarajatlarni kichik xarajatlarni yozib yuraman. Endi bu kabi maslahatni juda ko'pchilik eshitgan bo'lishi tabiiy. Xarajatlarni yozib yuringlar, dasturlar ishlatinglar, Excelga yozinglar, Telegramga yozinglar deb. Lekin mohiyat shundaki, men ham juda ko'p marta harakat qilib yozib qo'yib, yana tashab qo'yib, yozib yurib, yana tashab qo'yganman. Sizlarga bitta lifehack aytaman. Qanday qilib bu narsani davomiy qilish uchun eng oson uslubdan boshlanglar. Ya'ni odatda kategoriyaga bo'lib xarajatlarni yozib beramiz-ku. Faqatgina 3 ta kategoriya tuzing. Ya'ni transport bo'lsin, ovqatlanish, boshqa uy xarajatlari. Mana shunga 4 ta dona bo'ldi. Ya'ni qancha ko'p detalli boshqarishga harakat qilsangiz, pulingizni shuncha unga erinishni boshlaysiz, prokrastinatsiya bo'ladi, yozib yurmaysiz, bir kun yozasiz, ertasiga yozmay qo'yasiz. Shuning uchun juda oson bo'lsin sizga. Telefoningizni oching, ovqat yesangiz ham, ichimlik sotib olsangiz ham do'kondan yoki dastavka chaqirsangiz ham, xullas nima ovqatga aloqador bo'lsa, ovqatga yozib yurasiz. Uyga nima aloqador bo'lsa, kommunal bo'ladimi, uyda nimadir yangi narsa olib keldingizmi, bozorlik qildingizmi, bu narsani uyga tiqurasiz. Transport, agar siz metroda yurdingizmi, avtobusda yurdingizmi, farqi yo'q. Transportga kiriturasiz. Xuddi shunga o'xshash avval katta kategoriyalar qiling. Demak, kategoriyalarni oson qilib, ularni yozishda odat shaklida kiritib olganingizdan keyinchalik kengaytirib boraverasiz. Misol uchun, ovqatlanishni ham, restoranni, uyda ovqatlanish, boshqa xarajatlarni asta-asta kengaytirib borasiz. Lekin обязательно tavsiya qilaman, boshida faqatgina kam kategoriya bilan yozib yurishni boshlang. Yana bitta lifehack, iloji boricha bu dasturga ishlatgan paytingizda momentda kiriting hamma xarajatlarni. Agar o'shanda ham kirita olmasangiz, kunda oxirida 21:00 da o'zi bu programmalardan eslatma keladi. O'sha paytda butun kun davomida nimalarga xarajat qilgan bo'lsangiz, o'shalarni eslab kiritib qo'ying. Agar siz 1-2-3 kun kiritish esingizdan chiqib, erinib kiritmadingizmi, xavotirlanmang, o'ziga o'zi bosim olmang-da. Shunda o'tirib hammasini eslaganlaringizcha kiritib qo'ying.
Shunda sekin-sekin sizda odat shakllanib, dasturni to'liq yutishni boshlaysiz. Shaxsan men 1 yildan beri yutaman. Bu narsa juda ko'p informatsiyalar, juda ko'p prognozlar, analitikalar qilishga yordam beradi. Ikkinchi moliyaviy nazoratda men ishlatadigan dasturlardan bittasi bu Google Sheets. Oy va yillik hisobda tahlil qilish uchun ishlataman. Bu dastur nomlari va aynan o'zim ishlatadigan Google Sheets'ning shablonini men Telegram kanalimda qoldiraman. Bemalol o'tib, shablonni olib o'zingizlar uchun moslashtirib ishlatsanglar bo'ladi. Google Sheets'dan asosan men daromadlarni yozib yurishim, misol uchun bu oyda har bir loyihadan qanchadan keldi va bu yillik davomida va 3 oy, oxirgi 3 oy ichida, 6 oy ichida qanaqa daromadlar bo'lganini hisob-kitobini qilib, bu yoqda telefonimda demak xarajatlar bor, Google Sheets'da esa daromadlar bor. Bularni solishtirgan holda men o'zimni analizlarimni qilishim mumkin bo'ladi. Har xarajatni yozish pulni nazorat qilish emas, bu o'zingizni tarbiyalashdir. Siz bu yozuvchi ular butunlay moliyaviy holatingizni nazoratga olmaydi. Shunaqa katta umidlaringizni, kutuvlaringizni ham qo'ymang, lekin bir ikkita asosiy insight beradi. Birinchisi bu oy davomida qayerga qancha ishlatganingizni va keyingi oy sizga qancha pul kerak bo'lishini aniq oldindan bilib olasiz, prognoz qila olasiz. Misol uchun bu oy restoranlarga 500 ming ishlatgan bo'lsangiz, keyingi oy demak yana shuncha ishlatasiz taxminan. Google Sheets'da esa oylar, yillar kesimida daromad va yo'qotishlaringizni ko'rib, tahlil qilib, kattaroq perspektivadan qaray olasiz. Moliyaviy bosimdan qutulishning ikkinchi bosqichi jamg'arish. Albatta hayot pul topish va uni ishlatishdan iborat emas. Shuning uchun albatta jamg'arish ham kerak. Jamg'arma bu faqat pul yig'ish emas, bu sizni ertaga boshingizni egib qarz so'rashingizni oldini oladigan ishonch instrumenti. Men jamg'armalarni diversifikatsiya qilaman odatda. Bu nima degani? Ya'ni hamma pullarimni bitta joyga yig'mayman yoki yo'naltirmayman. Kriptoga ham, ko'chmas mulkka ham, naqd pulda ham, aksiyalarda ham, iman investda ham kerak bo'lsa. Lekin bu tavsiyalar $1000 pul topadiganlar uchun yaxshi yechim emas, chunki menda ishlagani bilan sizlarda ishlamasligi mumkin. Sizlarda bo'lsa, iloji boricha 2-3 ta maksimum yo'nalishga diversifikatsiya qilganinglar yaxshi pulinglarni. Ikkita bo'lsa, bu вообще-то нормальный. Chunki tuxumni bitta savatchada saqlasanglar, agar u savatcha tushib ketadigan bo'lsa, hamma tuxum sinishi mumkin. Shuning uchun hatto ikkita yoki 3 ta savatchada saqlaganinglar yaxshi. Qaysidir qismini naqd pulda, qaysidir qismini misol uchun iman investdan saqlasanglar bo'ladi. Aytgancha, sadaqa ham bitta investitsiyalardan bittasi, kafolatlangan investitsiya desa ham bo'ladi. Sababi siz qancha bersangiz 10 barobar ko'payib qaytishi kafolatlangan. Shuning uchun siz qaysidir diversifikatsiya qilayotgan paytingizda qanchadir kichkina bo'lsa ham qismini sadaqa qilish uchun alohida ajratganingiz yaxshi. Va yana bitta yo'nalish bor. Bu agar siz qarzingiz bo'lsa, qarzingiz ham xuddi investitsiya sifatida qarasangiz bo'ladi. Ya'ni siz $200 daromad qildingiz, $50 qayergadir qo'ydingiz, $50 qayerga qidirib qo'ydingiz va $50 misol uchun qarzingiz bo'lsa, qarzingizga berib, ozgina-ozginadan qarzingizni ham uzib olsangiz bo'ladi. Bu ham bitta investitsiya, chunki qancha qarzingiz kam bo'lsa, qarzingizni uzishga bo'lgan ishtiyoqingiz bo'lsa, shuncha barakali bo'ladi. Bu narsa bor gap. Moliyaviy bosimdan qutulishning 3-bosqichi daromadni oshirish. Ya'ni qo'shimcha manbalar orqali daromadni ko'paytirish. Aytganimdek, daromadni oshirish haqida emas o'zi aslida bu video. Ya'ni sizni qayerdandir qo'shimcha daromad qilishingizga yordam berishga yo'naltirilmagan. Internetdan daromad qilishingiz mumkin. Qanaqadir qo'shimcha ish olibda, bunaqa maslahatlar juda ham ko'p internetda. Lekin men sizga oddiy bitta maslahat aytaman. Bu narsani yoshim o'tgan sari tushunib boryapman. Vaqt sayin sizga imkoniyatlar eshiklar doim ochilishda davom etaveradi. Siz odatdagidek ishlab yursangiz ham imkoniyat eshiklari ochilib boraveradi. O'sha vaqtlarda siz ignor qilmasdan shu imkoniyatlarni mas'uliyat bilan qabul qilsangiz, albatta yangi imkoniyatlar kelib, yangi daromad qilish manbalari ochilib boraveradi. Erkak kishi ovchi ko'chaga chiqqanda ov qilish kerak, nozlanmasdan, misol uchun menga bo'lmaydi, nima qilaman demasdan, konkret imkoniyatlarni ushlab qolish kerak bo'ldi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, pul bu sizning hayotingizdagi eng katta sinovlardan bittasi. Boy bo'lish va puli ko'p bo'lish farqi bor. Qancha odamlarni ko'rdim, puli bor, lekin umuman boy emas. Ya'ni boylik bu ilmdagi kalibr, ko'rinmas viqor, odamlar o'rtasidagi hurmat e'tibor, haqiqiy mulkdorlikdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham boy bo'lgan. Har xil tijoratlardan yaxshi daromad qilgan, lekin aksariyat pullarini ehson qilib oddiy va kamtarona hayot tarzini tanlagan. Buxoriy hadislarida keltirilgan, payg'ambarimiz ham shunday degan: boylik molning ko'pligida emas, qalbning to'qligidadir. Ketdi. Momentda telefon bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.